toster apparat bor. Otabek emasmisizlar? Shakarxon opa borasizmi? Assalomu alaykum. Yo'q, boshqa qachdingiz. Qachon ketsam bo'ladi uni? Ertadan boshlab olib ketursangiz bo'ladi. Xo'p, rahmat. Sizga katta xayrli qilib do'konimizdan kirmoshni yutib oldingiz. Ko'rib o'tiribman, atipaylab. Bularga ichib bildilar. Katta narsalar oxiriga qoldi lekin. Qizim oilamga emas, bitta muhtojxonadan bor. Xolodilnigi ham yo'q. O'sha yoqqa beraman. Imperiya shuba do'koni bilasizmi? Havo. Bizdan narsa olmadingiz? Havo. Nima edi? Nomer не существует. Qani bitta gapirib qo'y. Nomer nechta shunaqa dedi. Xullas, Qachon bo'ladimi? Qanaqa plisosligini? bu yerda havas kichkina sovg'alar quvvatli deb o'ylamasizlar deb oxirida kirmoshni borligini aytib qo'ydim. Shu dedingiz-ku. Ha. O'sha. Yo'q, ishlab ketdi. Ko'rsatuv bo'ladi bir seli. Boriga baraka. Mazax ko'rardim. Juma kunimi, shanba kuni berardim. Hammaga assalomu alaykum. Bugun hayit ayollarini hammanglarni tabriklab qolamiz. Shu va'da qilgan sizlarga maysa sovg'alarni hozir topshiramiz. Xudo xolasa 10 ta sovg'ani, hop 1300 ta mijozimiz xarid qilishibdi. 50% gacha 1300 ta xarid qilishgan. Bu aralash. Payto do'kon ham, shu do'kon ham aralash. To'g'ri. Buni biza kesib chiqolmadi, chunki juda ko'p. Buni kesguncha qo'llarimiz qayilib ketadi. O'shaning uchun men bitta tayyor. Sizlarga ko'rsataman. Bu randomli programma bo'ladi. Shu kompyuterni o'ziga belgilaymiz. 1300 ta odamni nomer kirgizilgan. 600 tadan ichidan tanlab oladi. 10 ta qilib tanlaymiz. 10 tasini bu do'konimizda oynaymiz. 10 ta sovg'a qo'yilgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda kirmoshni, xolodilnik, pilisos, toster apparat, keyin pullar, bu yerda yana ayollarning nimadir ishlatadigan narsalar, xullas, mashlarni sizlarga hayit kuni topshiramiz hozir. Ozgina kutib tursanglar, xudo xolasa, sovg'ali bo'lib qolasiz. Boshladimi? Boshlaymiz. Birinchi 10 talik mijozlarimizdan aniqlaymiz. Bu yerda ketyapti. Hozir bosadigan bo'lsak 10 ta odam tanlab beradi, keyin bu yoqdan telefon raqam, tartib raqam bo'yicha telefon qilib chiqamiz g'oliblarga. Ortiqcha telefon. Bu yerda mana bu yerda raqamlar yozilgan. O'sha raqamlarni to'g'risida turgan bo'lsa, mana shu nomerni qarab chiqamiz. Hozir bir yozib chiqamiz. Hozir 10 tasi bittada chiqadi-yu. 10 tasi bittada chiqqandan keyin kimga qanaqa narsani berishimizni qatdan bilamiz. Klient o'ziga telefon qilib, 1mi 2mi deysiz, misol uchun. 1ga buni qo'yasiz, 2ga buni qo'yasiz. 2 desalar bu, 1 desa bu. Buni shunaqa qilamiz. Prima efir ko'rib o'tirganmisiz, sizga foydangiz bo'ladi. O'shanda haqqoniyroq bo'ladi menimcha. To'g'ri. Bo'ldi, boshlaymiz. Belgilar. Mana bu yerda uje bosamiz. Bo'ldi, bosavering. Bosib oling. Bosildi. Ketdi. Xo'p, mana ketma-ketligini ko'ramiz. Yozib chiqamiz nomerini. 68 chetiga yozib qo'yaman mana 68 103 530 mijozlarimda tepa etajlarda ham ko'rishyapti. 515 yana chiqdi. Qaytligini kerak bo'lsa telefon qilib kelaverasizlar o'sha gap. Bu yerda hozir nomerlarni yozib turadilar. 515. Ha, bo'ldi, uzr. 352. Bu yerda xudo xohlasa zapis ketyapti. G'olibdan alohida. 211. Qaytlarimiz bor edi. Xo'p, mana bularni yozib chiqdim. Hozir bu yoqda o'tib turib, mana shu tartib raqamda kimning nomeri chiqqan bo'lsa, o'shani bitta yozib chiqamiz. Keyin bu yoqda telefon qilib chiqamiz. Telefon qilgandan keyin nima sovg'a chiqsa, o'ziga yopishtirib qo'yamiz. Telefon qilib so'raymiz, 1mi 2mi deymiz. Misol uchun tepasimi pastimi deymiz. Tepasimi pastimi deganda mana shu sovg'alarni o'ynaveramiz. Bular hammasi 397 dollar. Yoki anaqa qilamizmi? Yozib chiqamizmi 10 gacha? Nechinchi nomer tanlaysiz deb yozib chiqa qolaylik bitta qog'oz orqasiga. Mana nima qilamiz? 10 ta sovg'a bu yerda. 10 ta sovg'a bo'lsa, mana xolodilnik birinchi nomerda turibdi. Ikkinchi enter mo'ydan eshitib qolishadi. Men yozib chiqaman, xullas. Hali prima efir ko'rib o'tirganlar qaytanga ustunligiga ega bo'lishadi-da. Yo'q. O'tga sovg'alarni yozib chiqdim. Hozir telefon qilamiz. Raqam 10 gacha tanlashadi. Bu yoqda yozib chiqdim. Nima yozilganini ko'rsatmayman. Chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob Hammani qayta bilan tabriklayapti-da. Qaytadan muborak bo'lsin. Ваш вызов в режиме ожидания. Bezoda qilib opani ham qo'yib tursangiz bo'lardi. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bezoda qilmadimmi, opa? Kim edi bu? Shuba do'kondan qo'ydim, Imperiya bor-ku. Ha. Bizdan narsa xarid qiluvmidingiz? Ha. Hozir o'yinimizda hozir g'olib bo'lyapsiz. Birdan 10 gacha sovg'alarni yozib chiqqanmiz. Birdan 10 gacha bitta sonni tanlasangiz, nima tushganini keyin sizga aytamiz. O'sha sovg'angizni keyin olib ketsangiz bo'ladi. 8 a? Toster apparat tushdi sizga. Buni nomerini yozib qo'y. Ha. Nomerlarni yozib qo'yamiz. Sizni kelib bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Hayitdan keyin. Любой пайтmi? Ha? Любой. 9 dan 8 gacha ishlaymiz.
telefon qilib kelasiz. Apparat yopishtirib qo'yinglar. Rahmat. Xo'p, opa, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Apparat yopishtirib qo'ying. Xo'p, rahmat. Korobkasiga. Xo'p, bularni mana yozib qo'ydim, o'zi bu To'stir ketdi. qasmini mana mana shu. Ustiga yopishtirib qo'ying. Ikkinchisi Keyingisi 97lik 492 80 86. 80 86. Sizlarni Malika opa ekan. Bitta bosasiz. Alo. assalomu alaykum. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizmisiz? Malika opamiz. Aha. Imperiya shubadan qaytdim, opa. Aha. Bizdan narsa xarid qiluvmidingiz? Ha, tugamiz. Yaqinda borib ikki xil palto olib kelgandik kurtka bilan. Xo'p, bizani o'yinimizni yutib olyapsiz. Xo'p, birdan 10 gacha son tanlaysiz, lekin 8-inchisi уже chiqib ketdi. 8ni hisoblamaysiz, birdan 10 gacha tanlaysiz. 60 16 Shuni aytsangiz, nomerlar emas. nima sovg'a tushganini aytaman ekan sizga. Birdan 10gacha, 6 raqami. 6. Kunlar suv apparat tushdi sizga. Aha. Bemalol kelib olib ketsangiz bo'ladi, sizga xayrli yana bugun. Bugun mana Samarqanddaman, endi hayitdan keyin borishadi. Bo'ldi, aka. Toshkentga qaytamiz, xo'p? Bo'ldi, xo'p, bemalol olib ketsangiz Shuni bo'ladi. aytsam bo'ldimi? Nomeringizni yopishtirib qo'yaman o'sha sovg'angizga. Nomeringizni aytasiz. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qurbonim. Mana olishdi. Bu ham ketdi. Keyingisi 91lik. Keyingi mijozimiz ham Malika ekan ismlari. Faqat boshqa nomer. Nechi? 91lik Aha. 524 60 16. 60 16. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumsiz? Bezovta qilmadim opa. Yo'q. Imperiya shuba telefon qildim. Aha, undamay. Bizdan narsa xarid qiluvmidingiz? Aha. Xo'p, narsa yutib olyapsiz. Birdan 10 gacha tanlaysiz, lekin 6 bilan 8-inchi sovg'a chiqib ketdi o'zi. Birdan 10 gacha son bor hozir. 6 bilan 8 yo'q. Son tanlasangiz, nima sovg'a yutganingizni aytaman. Ha, 6 bilan 2 emas faqat. 6 bilan 8 emas. Qolgan 10 gacha tanlayverasiz. Hayatda. 7. Xo'p, sok vijimalka yutib oldingiz. Xayrga sizga xayrli yana. Endi kelib bemalol olib ketasiz, nomeringizni yopishtirib qo'yaman sovg'angizga. O'sha shuba do'konimizdan kelib olib ketsangiz bo'ladi. Sokamiz limonka yutdik-a? Aha. Xo'p, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rostdan o'yin bor ekan deydi. Hayron bo'lishyapti. Mana yozib qo'ydi, sok vijimalka. Qani? Yopishtirib yubor. Hozir. 16 Ha, mana bunga 60 16 qani? 60 16 mana Malika opa. Yopishtirib qo'ying. 60 16 sok vijimalka. Mana sizga yopishtiramiz mana. Ustiga yopishtirdim, mana olib ketaversangiz bo'ladi bemalol. 90lik 038 0006. Gaplashilgan ekan bular bilan. 6 ketdi, 7 ketdi, 8 ketibdi. Ketma-ket ketishyapti. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum Yaxshimisiz, tuzumsiz? Mamlakat. Rahmat. Opa, biza shu do'kondan qotuvdik Imperiyadan. Hop. Narsa xarid qilmadingiz? Ha? Sovg'a yutib olmoqchi bo'lyapsiz hozir. Ha, rahmat. Faqat birdan 10 gacha tanlashingiz kerak. 6, 7, 8 ni o'zi yutib olishdi. O'sha 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 ni sonlarni tanlasangiz, bittasini o'sha sovg'angizga aytaman. Aha, o'g'limga tushuntirib qo'ying, xo'p, hozir beraman, xo'p? Yo'q, siz tanlang sonni. Ha, sonni tanlashim kerak. Nechini tanlashim kerak? Qolgan Xo'p, soningiz. birdan 5 gacha i 9 bilan 10 qoldi. 9 dan 10 gacha. Yo'q. Yo'q, qarang, birdan 10 gacha o'zi 6, 7, 8 ni telefon qilib bo'lib yutib olishdi ular. Bitta-bitta qilib chiqolmish. O'sha sovg'ani yozib qo'ygan edik. Sizga doim qaysi nomer edi? Tavakkal qilib. Hozir olaman, Xudoga shukr, sizga o'xshab yuraylik, sizlarni ham tan joningiz sog' Ayting. bo'lsin. Yo'q, siz aytasiz hojani. Men ko'rib, bu yerda ko'rib o'zim yozib qo'yganman sovg'alarni oldiga. Siz aytsangiz, men ustiga yozib yuboraman nomeringizni yoniga keyin. Hop, nechi nomeringiz bo'ladi? Hozir nechi nomer qoldi dedingiz-a, esma tushdi. Birdan 5 gacha 9 bilan 10. 9 dan 10 qoldimi? 9 10 i birdan 5 gacha. Ha, birdan 5 gacha. 5 ola qolya. Xo'p, plisos yutib oldingiz. Bo'ladi, voy, ne bo'lmaydi. Rahmat, Hop, sog' bo'ling. plisos yutib Qachon oldik. ketish kerak? Shu ertalarga kelib olib ketsangiz bo'ladi, xudo xolasa. Hop, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hop. Ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat, o'zingga ham. Hop, rahmat. Ketdi mana plisos yutib oldilar. Keyingisini ayt. Yopishtirib qo'yamiz. Pulsos yopishtirib qo'yinglar. Mamlakat opaniki. Lisasi o'ziga yopishtiriladi. Ayta qotingizlar. 90lik 963
3076. 30 76. Zamira ismlari. Xo'p, nechi qoldi? 4. Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Iltimos, aloqada qoling. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Ваш вызов в режиме ожидания. Call has been put on hold. Please, hold on the line. Boshqa nomer qilib turaylik. Keyingisini aytaman. 94lik. 95lik. 94lik. 94lik 430 7300. Bu 95 yozilgani 95-xarid qilgan mijozimiz. Sen o'sha 95lik deb yozibsan. 515lik nima deydi keyingisi? Bugun hamma qayta damovatda, lekin uzr so'raymiz, lekin bekorga qilmayapmiz. Sizlarni tabriklar, qayt bilan mana shunaqa sovg'alar beramiz. Alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzimsiz? Ha, rahmat. O'zingiz boqmadimi, opa? Shu bu do'kondan qotdim, Imperiyadan. Ha? Bizdan narsa xarid qiluvmidingiz, opa? Ha? Xo'p, sovg'a yutib olasiz, faqat son tanlaysiz 1 dan 4 gacha, 9 bilan 10 keyin. Ha, nima deyman hozir? Son tanlaysiz. 1 dan 4 gacha son qolgan sovg'a, 9 bilan 10 qolgan orasida yutib olishdi o'sha. Ha. 9 tefal yutib oldingiz, opa. Ha, bo'ldi. Rahmat. Shu do'konimizdan kelib bemalol olib kelsangiz bo'ladi. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yopishtir tefani. Tefa. Ha, tepasiga Asbir tefa. orqaga yopishtir. Mashinaga? Ha, bo'l, yopishtir, farqi yo'q. Tefal kelasiz. Qaysidir nimadir vazifani bajaradi. Xullas, nomer ayt. Gulchehra panikida 91lik 277 79 39. Mana telefon qilib bering, o'zim telefonimdan. Qanday? Telashamiz. Yo'q, tez bo'lamiz. 4 ta. Xo'p, anaqa, nima demoqchi edim? Nechta odam yig'ildi? Assalomu alaykum. Salom. Opa, yaxshimisiz? Tuzumsiz, beza qilmadim. Shu bu do'kondan qotdim, Imperiyadan, bilasizmi? Imperiya shu bu do'konni bilasizmi? Hava. Bizdan narsa olmadingiz? Hava. Xo'p, narsa yutib olasiz, 1 dan 4 gacha 10 sonni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Qaysi sonni tanlaysiz? Tushunmadim. 1 dan 4 gacha son, 10 sonlar qolgan. Sovg'a yozilgan, o'sha qaysidir Nau bo'lib turibdi, aksiyami, nau ishlarda, cho'taman. nomer tanlasangiz sovg'a yutib olasiz. Shu Nau bo'ladi. opa, siz bitta nomer tanlasangiz, o'sha nomerda sovg'alar yozilgan, shu sovg'ani yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Siz bizdan narsa xarid qilganingiz uchun. Dastavka tashlanmi? Kelib olib ketishadi. Men ishadagidimi Xorazmliman? Endi katta narsa tushib qolishi ham mumkin. Bu yerda hozir kir mashina qolgan, kir mashina, xolodilnik, mana shunaqa narsalar qoldi. Tefal bor, toster apparat bor. Mashinaga emasmisizlar? Opa, shu do'kondan qolmadi, mashinaki bo'ladimi? Shu bolamadingiz yaqinda Hozir aytib qo'ymaydi. Agar sovg'ingiz kerak emas bo'lsa, boshqa odamga telefon qilaman men ham. Uravering. Xo'p. O'ynamasa keldi. O'ynamasa keldi. Yo'q. Menga bera qolish shu sovg'ani. Yo'q, Bo'lishib olamiz. Ashdan bitta odam tanlab olamiz. Bularni o'chirib tashlab. Gulchehra pani o'chirib tashlaymiz. Sovg'a kerak emas deyaptilar. Tushunmadim. Mashinik deb o'yladilar. To'g'ri tushuntirdik. Bizdan olgan ekanlar. Bizlar vaqt Sovg'a kerak emas deyaptilar. Mana ne kerak emas ekan? Kir mashina dedim. Mana tayyor turibdi kir mashina. Mana bitta xolodilnik turibdi. Kerak emas dedilar. Bizda yo'q. Chunki biz shoshamiz. Bu yerda ham boshqa nomerlar bor. Boshqa odamga balki nasib qolar. Peshada deydi-da, peshada yozilgan edi. Boshqa yo'nalishga javob. Shunaqa yutib oldingiz deb telefon qilsa ham Aloqada qoling. yozilmagan bo'lsa sizniki emas ekan. Ваш вызов в режиме. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzimsiz? Imperiya shu do'kondan qotdim. Ha? Bizdan narsa xarid qiluvdingiz? Xo'p, O'zingizni qilgan bo'lsa kerak. 1 dan 4 gacha, qarang opa. 1 dan 4 gacha son tanlaysiz, 10 soni bor. O'sha sonni bittasini tanlasangiz, sovg'ingizni aytaman nimaligini. Men tushunmadim, boshqa aytvaring. 1 dan 4 gacha sovg'a yozilgan, har bittasida 1, 2, 3, 4 larga sovg'a yozilgan. Sizdan nima olganmiz? Olgan. Nima deysiz? Biz sizdan nima olganmiz, kimni bilmayman do'koningizdan. Shuba do'kon, Imperiya shuba palto, shuba do'kon bor. Kardigan olgan ekan. Kardigan olgan ekansizlar. 28-sanada.
Jigaringmi? Bilmadim, shunaqa bo'lsa kerak. Bu yerga siz nomeringiz yozilgan. Ramazon oyida bilsangiz sovg'alar qo'yilgan edi. O'sha sovg'ani yutib oldingiz, lekin nomer tanlasangiz nima sovg'ali tushishini hozir ko'ramiz. O'shanga aytaman. 7 yo'q ketgan, qarang. 1dan 4gacha i 10 bor. 3 bo'lsa toster apparat yutib oldingiz. Kelib bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Nima yutib oldik? Toster apparat bor, non solasiz, xotirib beradi, ertalab shunda maza qilasiz keyin. Bo'ldi, aytib qo'yamiz. Xo'p, sog' bo'ling. 0550 manbalar. 0550 yutib oldilar tosterni. 0550 toster yutib oldilar. Toster qaysi biri edi? Yo'q. Oldingizda. Mana shumi? Uyingda toster apparat yo'q, bilmaysanmi? Toster mana yoptirib olmaysan tosterni. Mana yana toster. Ikkitami? Mana. Ha. Ichida bormi ishqilib? Ha, bor ekan. Bular yutib oldilar, mana ketdi. Xo'p. 1 bilan 2 4 10 qoldi. Katta sovg'alar qoldi lekin. Dildor aka qilaylik. Nechi? 99lik 897 50 20. 50 20. Xo'p. Xo'p, bitta nomer mandan tanlaymiz hozir oxirida bo'lasini. Boshqa odam kerak emas. Chaqirayotgan abonent apparat. 50 20 o'chu. Biroq mamlakatini qaytib ko'ring. Xo'p, 90lik 963 30 76. 30 76. 76. Zamir apa. Ozgina shoshamiz. Chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga Bular javob qalay beryapti. deb Tanishtirishlar ko'paygan. Aloqada qoling. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Ваш вызов в режиме ожидания. Call has been put on hold. Please, hold on the line. To'rtta qolmi bu yerda ishlaydimi? Shu. Yo'q, to'rttasini tanlaymiz. Bo'ldi. 95lik 255 0976. Agar ko'tarishmasa, biz boshqa nomerga telefon qo'yamiz. Chunki biz bu yerda klientlarimiz juda ko'p xarid qilishgan, boshqa odamga tanlab turib o'tkazib yuboramiz. Xafa bo'lishmaydi. Nasiba opa, shu bittalar ekan. Shu bo'lgan ekanlar. Ko'tarmayapti. Yana qaysi nomer bor edi? Dildor opa. 99lik 897 50 20. Ketma-ket bo'yicha yopishtirib yuborsa-chi? Yo'q, bularga. Katta narsalar qolgan. Ko'rsatish doirasidan tashqarida. Iltimos. Xo'p, boshda ajdaniga tushganimizga qilamiz. Yana necha edi? 90lik 963 376. Primoyda nechta odam? Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Iltimos, Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bezda qildim opa? Va alaykum assalom. Imperiya Shuba do'konida qolman. Qayerda? Imperiya Shuba magazin bor, Toshkentda. Hop, bizlar xarid qilmadingiz? Ha, palto, kurtka. Qarang, nomer aytaman. 1 2 4 10 nomerlar qolgan. Bittasini tanlaysiz. 1 2 4 10. 4 10. Ha, bittasini tanlaysiz. Tanlaymi? Ha, bittasini tanlaysiz. O'sha sovg'alarni yozib qo'yganman, necha nomerda nimaligini. 4. To'g'rimi? Sok 100 malka yutib oldingiz, opa, tabriklayman. Hayitga sizga hayitli bo'ldi. Olib ketsangiz bo'ladi. Rahmat. Endi hozir hayitdan keyin nima qilamiz? Bo'ldi, sizning nomeringiz. Bo'ldi, siz nomeringizni shu sog'ingiz ustiga yopishtirib qo'yamiz. Kelib bemalol nomeringizni aytib olib ketsangiz bo'ladi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p. Bo'ldi, bularniki har bo'ldi. Xo'p, bu yerda ikkita nomer bor yana. O'shanga bittasiga yana bitta telefon qilamiz. Shundan agar bo'lmasa 3 ta nomerni boshqatdan o'ynab yuboramiz. 0976. Bular ko'tarmovdilar, bu qilganimda. Agar yana ko'tarmasalar hozir уже banddan boshqa Jalol 3 ta nomer alohida 600 dan ichida belgilab olasan. Xo'p. Xo'p, mana yana qildi, uzr. Bizni ko'tarmadinglar. Chunki bu yerda agar sovg'a tayin bo'lganda shunday yopishtirib qo'yardik. Bu yerda sovg'a tayin emas. Chunki bu yerda tanlangan bo'lyapti. O'shaning uchun o'shaning hisobiga Abonent bilan boshqa klientlarga o'ynaymiz. Kimga tushsa bo'ldi. Bular admin bo'lib ketdi уже. Xo'p, bular уже chiqib ketdi. Hozir bu yerda 3 ta sovg'amiz qoldi. 3 ta sovg'amizda kir mashina bilan, 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 bilan,
Katta narsalar oxiriga qoldi lekin qiziq bo'pti lekin men o'zim ham qiziqib ketaman chunki yani ko'rsatuv bo'ladi bilsanglar boriga baraka maza qilib ko'rardim juma kunimi shanba kuni berardim o'sha ko'rsatuv yo'q ketdi Foiz ochib ko'rsatdim. o'zi narsa qilamiz endi no lekin bizda haqqoniy hammasi Kirib ho'p berasizmi Jaloliddin aka? 3 ta raqam aniqlab yuboring. 3 ta raqam aniqlab yuborsang bitga yozib yuboramiz 600 taning ichidan 3 tasini aniqlaymiz hozir boshqatdan 3 ta. boshqatdan chiqib qolmadimi bu yerda hozir 211 chiqmadi bo'y точныйmi Hop, birinchisi telefon qiling 7 ta. 7 yoz Sherxon aka ismlari. yoz nomerni 94 lik telefon qiling. 94 lik. 94 lik. Hop. 494. men aytib turaman 94 lik 945 ekan. 945 9004 945 9004 Sherxon. Nima telefon qo'ying? sen yozib tur bo'lsa 94 lik 945 9004. telefon qolamiz bu yerda qolgan narsa katta narsani qolgan 3 ta narsamiz qolgan bittasi kichkina ikkitasi katta sovg'amiz qolgan kir moshina bilan xolodilnik qoldi hozir Sherxon akamga telefon qilamiz hozir 1 2 assalomu alaykum Assalomu alaykum. aka yaxshimisiz siz o'misiz Yaxshi rahmat. imperiya shu bu do'kondan qotdim Aha. bizdan narsa xarid qiluvmidingiz palto shu bu do'kondan Ha. Xo'p, sovg'a o'ynalyotdi bilsangiz, xo'p, 3 ta sovg'a qoldi. Glavniy katta sovg'alar qoldi. 1 2 10 soni bor. 1 2 10 soni. Bittasini tanlasangiz, nima sovg'a yutganingizni aytaman. 2. 2. Aka, kirmoshni yutib oldingiz. Bemalol xayrli qilib endi olib ketsangiz bo'ladi aka. Rahmat. Bilasizlar do'konimizga kelib olib ketishni. Kirmoshni Akam borsam bo'ladimi? bo'ladi, videoga tushib berishadi faqat. Kirmoshingiz ustiga nomeringizni yopishtirib qo'ydim, kelib nomeringizni aytsa bo'ldi. Aha, xo'p. Haytingiz bilan aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Boyagi nomer kimdir qildi? Xo'p, 36 qilishdi 225. Qilmamidi ularga? Klient bo'lsa kerak. Bo'ldi, ularga qilmaymiz bo'ldi. 97 lik 97 lik 774 66 36. Xo'p, kirmoshni ketdi. Xolodilnik Bular bilan. ko'tarmasdan bular ko'tarib tanlasalar, oxirgi qismga bulay qoladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, xudoimsiz? Qaytilim bor edi. Saqlanib qo'ygan Bizani ekanlar. taniysizmi deyman-a? Albatta, men ko'rib o'tiribman, ati paylab. Bularga nima ichishi bildilar o'zi. Qarang, anaqa qoldi-da. Ha, rahmat. Xolodilnik bilan tefal qoldi. Omadingizga bog'liq bu narsa. Yaxshi. Olam xolodilnikni olaman. Yo'q. Ya. Qizim oilamga emas, bitta muhtojxonadan bor. Xolodilnigi ham yo'q. O'sha yoqqa beraman. Yo'q, qarang, bu yerda unaqa narsa o'ynadi. Primoyda ko'rganmisiz? Birdan 10 gacha Ko'rdilar hozir, ko'rdi. son. Nechisi? 1. Biladi. Shuncha. Xo'p, xolodilnikni yutib oldingiz, bemalol olib ketsangiz bo'ladi, opa. Nasib opa. Nomeringizni yopishtirib qo'yamiz. Yaxshi. Anaqa mabodo o'sha xonadonni lokatsiyasini tashlab yuborsam dastavka qilish mumkinmi yoki o'zimiz borishimiz kerakmi? Mana opamlar ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zlariga emas, hadya qilmoqchilar, juda ham katta savob qilmoqchilar. Men o'zim hayron bo'ldim. Ko'pchilik o'ziga olib qoladi, lekin opamlar mana otlarni dedi. Nasiba opa. Nasiba opam hozir hadya qilmoqchilar. Xudo xolasa o'zlariga topshiramiz, kimga topshirsalar ham duo qilib qo'yasizlar. Opa, bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Xo'p. Aytlaringiz muborak bo'lsin. Aytingiz bilan. Xo'p. Xo'p, rahmat. Rahmat kattakon, xursand bo'ldim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p. Xo'p, o'yinimizni yakunlaymiz. Opamlarga xolodilnik chiqdi. Oxirgisiga o'sha tefal qoldi. Bularga telefon qilib qo'yamiz. Telefon qilib qo'yur. 90 642 29 53. Xo'p, bularga tefal qoldi. Buni tefal. Feruza opa. Oxirgi Рaqam noto'g'ri terilgan. Iltimos tekshirib qaytadan tering. Набран несуществующий номер. boshqa nomerda. Noto'g'ri berilgan ekan. Mashtan bitta Qarang. o'yin tanlayman. Tegida yana bitta Feruza opa bor ekanlar. O'shanga qil. O'shanga. Feruza tegida yana bitta Feruza bor. Shularga beramiz. 94 lik 355 30 shunaqami? 99 lik. 99 435 435 53 68. 368. Bu yerda u nomer yo'qmi? Yo'q. Bu yerda yo'q ekan. Xo'p.
telefon qilamiz, tefal yutib oldilar, yopishtirib qo'yamiz. Nomer o'zgartirib qo'yamiz. Nomer o'zgartirib qo'yamiz. Ko'tarsizlar. Assalomu alaykum. Feruza opa. Hayitlaringiz muborak bo'lsin. Charchamayapsizmi? Salomatmisiz? Imperiya do'konidan telefon qildik. Nima? Imperiya palto do'konidan nimcha olib ketdingiz-ku? Oldin orqali, orqasi kashmir. Tefal yutib oldingiz, tefal do'konimizdan kelib olib ketsangiz bo'ladi. Ha, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Charchamayapsiz. Sog' bo'ling. Ha, bo'pti, rahmat. 99 435 53 68. Xo'p, mana aniqladi, xudo xolisa, tefalni yopishtirib qo'yamiz. Keyingi do'konga ketdimi? Mana, sovg'alarni bu do'konimizda tugatdi. Xudo xolisa hamma xursand bo'ldi, lekin Ikkinchi do'konimizda Nasib opamlarmi kim edilar? Boya. Ha, olmayman dedilar. Qayron qoldi. Yo'q. Xaladinini boshqa nochorroq insonga beraman dedilar. Qoyil qoldim, lekin bitta like bosib ketdilar mana shu gaplarga, lekin Nasib opani oldilariga bitta like bosib ketdilar. lekin bilinmaydi. Mana hozir живой anaqada ko'rdim hamma narsani. Xayr, salomat bo'linglar. Hozir palto do'konida ko'rishamiz. Men sekin yopaman. Shu do'konimizda 10 ta sovg'ani egasini aniqladi. Bu yoqda ham 10 ta sovg'amiz bor. Buni ham hozir egalarini aniqlaymiz. Xudo xolisa aktiv bo'lib tursanglar, mana shu sovg'alar yutib olishadi hozir. Boshlaymiz bo'lsam, o'sha hozir bundan oldingi videomizda ham ko'rgan bo'lsanglar, mana shu randomniy programmada o'ynadik, 1200 ta bo'ldi, 600 tadan 1200 tani o'ynaldi, 10 tasini aniqladi ichida. Xo'p, hozir yana Mijozlar soni общий xarid qilgan mijozlar soni 1293 ta bo'lgan ekan. Birinchidan 600-gacha bo'lgan mijozlar orasida 10 ta sovg'ani aniqladik. Keyingi 10 talikni 600-dan boshlab 1293 bo'lgan mijozlar orasida aniqlab olamiz. teng o'rtasidan chop borib, keyin bo'lib o'ynaymiz. Bu bizning sayt emas, o'zi aniqlab beradi. Qani bitta bosingchi. Xo'p, bosib bilan bosing. Xo'p, xuddi shunaqa o'ynaymiz hozir. Bu yerda ham, bu yerda sal sharoit kamroq ekan. Keyin men bitta yozarim. Tushib ketib qolmaydi? Mana yoz. Kompyuter. Xo'p, bu yerda mana ko'rayotgan bo'lsanglar, 600 dan tepasini o'zi chiqardi mana. Misol uchun 1059, 975, 1033, 825, 842, 1286, 713, 1099, 650, 846 raqamdagi shu tartib raqamidagi nomer egalari hozir shu sovg'alarni yutib olishligi mumkin bo'ladi. Bu yerda qanaqa o'ynaladi? 10 ta sovg'ani otini yozib chiqamiz. Misol uchun 10 taga kirmochna, xaladinlik, plissos, tefal, mefal hammasini nomer bo'yicha yozib chiqamiz. O'sha nomer klientlar telefon qilganimiz tanlashadi. Tanlashgandan keyin qaysi sovg'a chiqsa o'zligi omadligiga bog'liq bo'ladi. Hozir shu narsani jarayonidamiz. Sovg'alarni 10 taga bo'lamiz. Hozir yozib chiqamiz. Birinchisiga yozaman. Primoy ferga ko'rsatmaylik. Primoyga ko'rsatmayman. Tefal. Ko'rayotgan bo'lsanglar yozdim. Ikkinchisiga tartib raqam bo'yicha 10 gacha yozyapman. Xo'p, bu yerda ko'ra olmaysizlar, ko'rsata olmayman, lekin shu har bittasini otini yozib chiqaman, hozir telefon qilib chiqamiz. Kim nima yutib olsa, o'shani bilamiz. 9 ta o'ynalayotgan ekan, 9 tagacha yozdi. Xo'p, bu yerda уже ketdi. Telefon qilishni boshlaymiz. Xo'p, opaga qiling, qayt qilib yotibdilar. Xo'p, mana telefon qo'yamiz. Nima edi otlari? Mana chiqib qoldi. Sakina. Sakinaxon. Bismillah deb boshlay olamiz. Birinchi mijozimizga. Alo. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz, sizmisiz? Rahmat. Imperiya shubi magazindan paltodan qilyotgandik. Aha. Bizdan narsa xarid qilmadingiz? Ha, yaqinda. Nima narsa oldingiz, opa? Ikkita shuba, bitta shuba, uchta shuba oldim. Xo'p, bizda o'yinimizda ishtirok etyapsiz. Birdan 9 gacha son tanlaysiz. Nima tushsa, men sizga nima yutganingizni aytaman. Oyta gretini. Pitipurda navadi panjazor. Hozir. Hozir 5 minutda. Yo'q, 5 minut emas, ayting, men bitta. Yo'q, sekund. Hozir. 5 minut deganingizga. Bebahshet. Hozir men zashtimga giram, hay. Alo. Mana telefon qilyapman, naqa qilyapman. Xo'p. Da, hozir. Primoy qolmas, ko'rayotgan bo'lsangiz, o'z ko'rdingiz. Yo'q, tushundim. Hozir bu yerda qarang, birinchi bo'lib sizga qolman. Hali hech qanaqa sovg'a hech kim yutolmadi bu yerda palto do'konimizda. Xaladinlik bor, kirmochna bor, plissos bor, tefal bor, toster bor, ovqat istagan qanaqadir narsa bor, keyin dazmol bor. Mana shunaqa narsalar bor.
hozir hali hech qaysi o'ynalmadi. Birinchi bo'lib o'ynayapsiz. 1 dan 9 gacha tanlasangiz bitta sonni sovg'angiz nimaligini aytaman. Men bu yerda daftarga yozib qo'yganman. Sovg'alarni nomer bo'yicha tanlasanglar bittasini aytaman. Hozir men chiqaman. 7 soni tanlaysiz. 7 bo'lsa toster yutib olasiz aka. Toster. Toster anaqa qizdirgan bor, toster apparat. O'shani yutib oldingiz. Qog'ozni ko'rsating. Bu yoqqa. Qog'ozni ham mana hozir ko'rsatib qo'yaman videoga. Mana yutib oldilar. Kelib bemalol olib ketsanglar bo'ladi aka. Mayli, mayli. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, akamlar sal xafa bo'lib qoldi, chunki birinchi bo'lib o'ynayapsiz-da. Bu yerda xolodilnik, kirmoshina, boshqa narsalar bor edi. Akamlar toster yutib oldilar. Beror nomerlarni yopishtirib. Toster apparatimiz o'yindan chiqib ketdi. Yopishtirding? Yopishtir. Xo'p, ikkinchi mijozimizga telefon qilamiz. Nechi nomer? 90li 216 16 96. Xolid opa. Keyingilarni ko'ramiz. Xo'p, opalar ko'tarmadilar, 216 ni ko'tarmadilar. Boshqa nomerga qilamiz. Nechi? 90li 922 23 27. Uchinchi ishtirokchimizga qilamiz. Ikkinchi ishtirokchimiz ko'tarmadilar. Alo. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Opa, yaxshimisiz? Sog'misiz? Ha, rahmat. Bizda qilmadim. Shuba do'kondan qotdim. Palto shuba do'kon bor, Imperiya. Hop. Bizdan narsa xarid qiluvmidingiz? Ha, qildim. Nima narsa oluvdingiz, opa? Palto oldim. Palto oluvdingiz. Xo'p, siz o'yinda ishtirok etyapsiz. 1dan 9 gacha sovg'a qo'yilgan. 1 sonidan 9 sonigacha. 7-soni уже chiqib ketdi yutib olishdan narsa. Xo'p, 1dan 9 gacha tanlaysiz, faqat 7 ni tanlamaysiz. Ha. O'zim sonini tanlayman. Nechi son tanlaysiz? Xayolingizga kelgan Farqi yo'q, nechi son tanlaysiz ham nechi sonni aytsangiz, men sizga nima sovg'a turganini aytaman, shu sovg'a nechi sonda. 1dan 9gacha dedingizmi? 1dan 9 gacha, lekin 7si уже chiqib ketdi. 7sini yutib olishdi. 5. 5 bo'lsa, xo'p, anaqa yutyapsiz. Ovqat isitadigan, pishiradigan, isitadigan yangicha narsa, texnologiya. Men hali bunaqa ishlatmaganman. Yaxshi narsa yutib Parovoy olasiz. narsada, Parovoy pishadigan narsa. Nima deysiz? Guruch parovoy isitadigan, ovqat pishiradigan narsa bor-ku. Ichi ko'rinib turadi. Shunaqa, yo, risovarkani zamonaviysi. Boshqacharoq, yangicharoq. Ha, Xullas shuni yutib oldingiz. Kela olib keturasiz endi. Bugunman. Yo'q. Ertaga opa, bugun damku. Ertaga kelib bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Nomeringizni aytasiz, sovg'angizni berib yuborishadi. Hop. Salomat bo'ling. Kechada borganimda men sizlarga iltimos qiluvdim, esingizdami? Anaqa qudam qilgan narsalar bor edi, shuni sotib berganda deb gap. Anaqa primo efir ketyapti-da hozir. Ha, bo'ldi. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat. Hop. Xo'p, ovqat nima? Bu ham 5-inchisi ham ketdi mana. Keyingisi 99lik Yopishtirding? 570 72 76. Xo'p. Ikkita sovg'amiz chiqib ketdi. 9 tadan ikkitasi chiqib ketsa 7 bo'ladimi? 33 deydi-ku. Katta narsalar birinchi chiqmayapti, bilasizmi? Katta narsani qayerga yozdingiz? Bitta son yozganman-da, qo'ysangiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Opa, yaxshimisiz? Yaxshi. Shuba do'kondan qotdim, palto, Imperiya, shuba palto. Bizdan narsa xarid qiluvmidingiz? Yo'q. Imperiya palto, Imperiya shubadan narsa xarid qiluvmidingiz? Ramazonga yaqin olib ketdingiz. Nima narsa? Ikkita palto oluvdingiz-a? Ha. Xo'p, bizda o'yinimizda ishtirok etyapsiz. Ko'rgan bo'lsangiz, sovg'alar turuvdi ishing tagida. Ha. O'sha sovg'alarning bittasini yutib olishingiz mumkin.
Faqat nomer son aytaman. Shu nomer sonlarning bittasini tanlasangiz, nima sovg'a yutib olganingizni aytaman men sizga. Shunga aytay, qiziqman ma'lum. Uncha bit. Eshitasizmi? Hozir. Aytaymi nomerlarni, sonlarni? Mashhura. Mana nomerni aytaman, yozib oling deb beray. Yo'q, yoza olmaysiz. 1 dan 9 gacha opa. 1 dan 9 gacha son tanlang, xohlagan soningizni 1 dan 9 gacha. Qaysi son? Faqat 5 bilan 7 chiqib ketgan. Allo. 1 dan 9 gacha bitta sonni siz tushuntira olmaysiz, aka? Men tushundim. Bu boshqa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'yinda ishtirok etyapsiz. 1 dan 9 gacha bitta son tanlang, faqat 5 bilan 7 chiqib ketib bo'lgan o'sha. 1 dan 9 gacha bitta son tanlang. Men nima deyapman? Shunaqa deyapman. Uzoq o'tyapsiz. 5 bilan 7 tani nima ya? 5 bilan 7 chiqib ketgan. 1 dan 9 gacha bitta son tanlang. 9 mi? Tefal yutoldim. Xo'p, sizga xudo xolisa tefal tushdi. 72-76. Tefalga yopishtirib qo'yamiz. Xudo xolisa sovg'ani kelib olib ketsanglar bo'ladi. Qanaqa sovg'a? Tefal tushdi sizga. Tefal. Xo'p, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Qaytlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Keyingisiga qilamiz. 97lik 720 1958. Ismlari bir ajoyib ekan. Shakarxon. Bunaqa ism eshitmagan edim lekin. Hozir qaysi nomer ko'tarmadi bizga? Birinchisi ko'tarmadilar, Xolid opa. Shakarxon ko'tarmadilar. Ko'tarmayaptilar. Keyingisiga qo'yamiz. Fazilat keyingisi 99lik 994 9557. Xo'p, bu nomerlarni 1300 ta kontakt orasida saralab oldik. Kompyuter o'zi aniqlab berdi. O'shalarga hozir telefon qilib chiqamiz bitta-bitta. Hayot kuni o'z odamlar telefon ko'tarib ko'tarish. Allo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shakarxon opa bo'lasizmi? Assalomu alaykum. Yo'q, boshqa qachdingiz. Yo'q, sen boshqa. To'xtang. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Imperiya shuba magazindan qaytdim. Palto shuba do'konimiz bor. Ha. Olmadingiz narsa bizdan? Ha, oldim. Nima narsa oldingiz? Norkali, yoqasi Norkalida 50%. Palto do'konimizdan olgan ekansiz. Ismingiz nima edi? Fazilat. Fazilat opa, siz hozir bitta son tanlaysiz. Shu sonni tanlasangiz 1 dan 9 gacha edi. Xo'p, 5-chi, 7-chi, 9-chi sonlar chiqib ketdi. Bitta любой sonni tanlasangiz, sovg'a yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Nima sovg'aligini shu son anaqasida bekitilgan. 6 bo'la qolsa. 6. Xo'p, dazmol yutib oldingiz. Tabriklayman. Xayr aka, sizga dazmol sovg'a qilamiz. Bemalol do'konimizdan kelib olib ketsangiz bo'ladi. Ha, rahmat. Kelasiz, nomeringizni aytasiz, sizga berib yuborishadi. Chindan rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi nomer aytasizmi? 90. Shakarxon yozib qo'yilganga qat'iy. Yo'q, sen tepasiga adashtirib olding, ukajon. Ha. Mana aytadi, telefon qilishni bilmayapsiz deydi. O'zlariga bersam, Mayli, qo'yavering. bu yoqqa o'chiramiz. Dazmol o'chiramiz. Xo'p, 5, 6, 7, 9. Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalish. Nigor opaga telefon qilamiz. 713-xarid qilganlar. Allo. Assalomu alaykum. Siz opa salomatsiz, charchamayapsizmi? Nigor opaning nomerlari. Ha, o'zim. Yaqinda Imperiyadan narsa olib ketdingiz? Ha. Palto, shuba nima narsa oldingiz? Shu bo'lganman. Shuba. Xo'p, opa, o'yinda ishtirok etyapsiz. 1 dan 8 gacha son tanlaysiz. 5 bilan 5, 6, 7 tanlangan. 1 dan 8 gacha son ayting. 7 tanlanib bo'lgan, ha? Qarang, 5, 6, 7. 1 dan 4 gacha i8. 8 bo'la qolsa-da. Opa, Nima narsa yutib oldim deb o'ylaysiz? Bilmadim. Bitta taxmin qilib ko'ring. Do'konga ketib ko'rganingizni o'zi ko'ribdingiz, sovg'alarni o'rtaga yasatib qo'ygan edik. Men umuman xabarim yo'q. Men Qoraqalpog'iston kursdan borganman sizga ataylaman shu buni olish uchun. Xo'p, Do'konimizning o'rtasida mana shunaqa yasatib qo'ygan edik. Eng katta narsa xolodilnik. Xudo xolisa sizga xolodilnik tushdi. Hoffman brendidan. Havaga ketdimmi? Xolodilnik yutdingiz. Молодец, zo'r bo'libdi. Rosa xursand qildingiz. Hayitlaringiz muborak bo'lsin. Rostdan
qarajing yetdimi? Ha, rostdan qarading yurtingiz. Rahmat. Sizga hayitga mana zo'r hayitli bo'ldi. Zo'r narsa bo'ldi. Rahmat. Sog' bo'ling. Hop. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kelib bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Qachon ketsam bo'ladi uni? Ertadan boshlab olib ketaversangiz bo'ladi. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Birinchi marta xursand bo'lish mana shunaqa emotsiyaga berilib, hayit kuni lekin zo'r bo'ladi. Haqiqatan adushi xursand bo'ldilar lekin bor. Xo'p, birdan to'rtgacha qoldi. Telefon qilasan? Xo'p. Yana oxirgi o'yinimiz ham bor. O'sha video tagida shartlarni bajargan bo'lishingiz kerak edi. Bitta kuzatuvchilarim. Вы набрали неправильный номер. You have dialed an inactive number. Bitta sovg'a chiqib ketadi. Buni yana alohida o'ynaymiz, a? Bu nomer noto'g'ri ekan. Klient noto'g'ri nomer berganlar bizga. Nomer nechasi shunaqa dedi, xullas. Buni aytish juda qiyin ekan. Nima edi? Nomer не существует. Bu o'ylab olib gapiradi, lekin men tez gapirishga juda ustaman. Qanday gapirib qo'y? Nomer nechasi dedi. Like bosib ketinglar, do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz, siz o'misiz? Xo'p, Xolida opa, sizmidingiz? Ha, menman. Imperiya shuba do'konidan qotdim. Palto, shuba, Imperiya bilsangiz. Ha. Bizdan nima xarid qiluvdingiz? Kurtka xarid qilgandim, plash. Kurtka, plash xarid qilgandingiz. Xo'p. Birdan to'rtgacha son tanlaysiz, u yerda sovg'alarimiz bor. Son tanlasangiz nima sovg'a yutganingizni men sizga aytaman. Ha, hozir birdan 4gacha? Mayli, 4 bo'la qolsin. Xo'p. 4 bo'lsa siz chopper yutib oldingiz. Aha. Shu endi bemalol kelib olib ketsangiz bo'ladi erta kundan boshlab. Ha, ertaga kundan-a? Nomeringizni ustiga yopishtirib qo'yaman sovg'angizga. Nomeringizni aytsangiz sovg'angizni topshirib yuborishadi. Aha, xo'p, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. Xo'p. Bo'ldi mana. Xo'p, Shakarxonboyi ko'tarmadilar. Xo'p, qizuv joyi kelamiz. 3 ta qoldi. Tefal, pilisos. Nima edi bu? Xaladiniy qoldi. Yo'q-ku. Kirmoshni. Matidan hazillashaman. Bu yerda kamerachimiz sal bundoq qarab qo'ydilar, lekin men hammasini bilib turaman, bilasizlar. Xo'p, tefal, pilisos, kirmoshni qoldi. Xudo xolasa, eng qizuv joylariga kelamiz. Bitta like bosib ketinglar, mana shunaqa o'yinlarni qo'ygansiz, mana shunaqa zo'r videolar qo'yib. Assalomu alaykum Farruh aka. Sumsoq. Va alaykum assalom. Salomat. Aka, yaqinda Imperiyadan narsa olib ketuvdinglar. Ha. Nima narsa oldingiz? Shuba, palto. Shuba oldik. Shuba oldingiz. O'shanda do'konga kirganingizda o'rtada narsa sotib qo'ygan edik. Ko'ramiz, bitovoy texnikalar. Ha. Hozir xudo xolasa ishtirokchilarni aniqlayapmiz, g'oliblarni aniqlayapmiz. 1dan 3 gacha son tanlang. Aytsangiz, sonni nima yutib olganingizni aytaman. Bu yerda qolgan narsa, aka, bunaqa narsa qoldi. Hozir 10tasini o'ynab bo'ldi. Hozir bu yerda tefal, pilisos, kirmoshna bor. Bittasi sonni. Nimalar bor deysiz? Tefal, pilisos, kirmoshna. O'rtasi bo'la qolsang, 2 bo'la qolsa. 2 mi? Aha. Pilisos. Pilisos yutib oldingiz, aka. Mana xayrli bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Xayrli bo'lsin, aka. Xolasa, ayolingizga sovg'a qilasiz. Xo'p. Hayitlarni yaxshi o'tkazib Bilsam bo'ladi, nima qanaqa pilisoskagina? Hoffman 2000 vattlimi shunaqa? Yaxshi pilisos, yaxshi firmenli Hoffman brendidan aka. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Xo'p, rahmat. Aka, sog' bo'ling. Hayitlarni yaxshi o'tkazing. Xo'p, rahmat. O'zingizga ham bor bo'lsin. Xo'p. Bu yerda tefal bilan kirmoshnamiz qoldi, xudo xolasa. Pilisosimiz ham chiqib ketdi, egalarini topdi. Hozir eng qiziq joyiga kelyapti, mana qaranglar. Mana katta narsalar nima voqalik chiqmayapti. Bu uchun bo'lmayapti. Bora qarang. Kirmoshlarni tefalimiz qoldi. Tefalimiz qani o'zi? Ana tepada. Mana bu tefada. Ana borga barakada ham gugurchoq uy qoladi-yu. Juda ham zo'r narsa. Mana oynasi 2000 gradusda ham sinmaydi. Xullas, mana shunaqa zo'r tefallarimiz bor. Hoffman brendi, bilasizlar. Xo'p, bu yoqda kirmoshlarimiz, любой kirni yuvib tashlaydi. Shunda kirni solasizlar, orqasidan shunda chiqarib yuboradi. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. So'pa charchamayapsizlarmi? Imperiya paltodan telefon qildik, Imperiya shubadan. Imperiya do'konidan telefon qildik. Nima masala bo'yicha? Bizdan yaqinda narsa olib ketmadingiz? Qaysidan? Imperiya. Sen juda odam. Ha, nima edi? Bitta. Opa, bizdan narsa xarid qilgan bo'lsangiz, o'yinimiz bor edi, bilsangiz, o'yinimizda ishtirok etyapsiz. Bu yerda hozir sovg'alarimiz qo'yilgan edi. Son aytamiz, bitta sonni tanlasangiz, nima sovg'a yutib olganingizni aytamiz sizga. Nima qilasiz keyin bilan? Keyin siz olib ketasiz u sovg'ani. O'zingiz ishlatasiz. Qani? Xo'p, 1 bilan 3 soni qoldi. Bitta sonni tanlasangiz, o'sha sizniki bo'ladi. 1 bilan 3. 1. 1mi?
Ha, birinchisida hamma narsalar. Tefal yutib oldingiz, opa. Xudo xolasa 3-chisida kir moshina edi. 3-chisida kir moshina oxirgisi edi. U sovg'ani endi boshqa odamga topshiramiz. Kesib qoldimi menga? Xudo xolasa tefal yutib oldi. Tefalni bemalol do'koningizga kelib olib ketsangiz bo'ladi, opa. Kirmoshni qolib ketdi, mayli endi nima qilsin? Bo'ldi. Xo'p, opa. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p. Tefalimizni kerak emas edi ketdi. mashina borlik. Xafa bo'lib qoldilar endi. Aytish kerak. Yo'q, yuralarkan uxlamay chiqali kechasi bilan. Yana bitta qolibmi, mana bitta aniqlaymiz. Yo, bu yerda hozir men aytdim, bilasam. Nega? Bu yerda hammasi kichkina sovg'alar qo'yapti deb o'ylamasizlar deb oxirida kir moshina borligini aytib qo'ydim. Bu yerda videoda ham ko'rib turgan bo'lsanglar, mana kir moshina oxirisiga qolib ketdi. Oxirisida kim omadli ekan, ko'rdinglar, telefon qilmasa ham o'zlariga qoldi mashinasi. Qaraymiz kimning nomeri. Yo'q, bu nomer ishlamadi. Bu nomer ishlamadimi? Yo'q, ishlaydigan nomer ekan. Telefon qilish yana nomer bitta. bergan. Mana. Yo'q, bu qonunchilik uchun yana bitta telefon qilamiz. 2 10 22. Klient noto'g'ri nomer aytganlar. Gromki. Mana kompis. Shu dedingiz-a? Ha. O'sha. Yo'q, ishlab ketdi. Sen noto'g'ri tergansan, demak. Yo'q. Qani to'g'rimi? Xo'p, 97 772 1022. Assalomu alaykum. Anaqa Imperiya shuba do'konimizdan narsa xarid qiluvdingiz? Aha. Paltomi shuba nima oluvdingiz? Hozir men olmagandim. Hozir telefon beraman. Shu olgan odamga bersangiz. Xo'p. Xo'p. Hozir. Xursandman beraman. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Charchayapsizmi? Aha. Rahmat. Bizning do'koningizni bilasizmi? Imperiya shuba, Imperiya palto. Ha. Nima narsa xarid qiluvdingiz, opa? Oxirgi marta shu oldim. Undan oldin pancho olganman, alkantara olganman, palto olganman. Necha yillik klientimizsiz? Shu 2 yillik. Xo'p, siz hozir bu yerda o'yinimiz o'ynaldi. 9 ta sovg'a qo'yilgan edi. Oxiri bitta sovg'a sizga qolib ketdi. Nima deb o'ylaysiz? Tefal bo'lsa kerak. Tefalmi? Qayta yaxshi o'tkazyapsizmi? Nima deysiz? Qayta yaxshi o'tkazyapsizmi deyman? Ha. Sizga katta xayrli qilib do'konimizdan kir moshina yutib oldingiz. Tabriklayman. Do'konimizga kelib bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Hoffman brendidan 6 kiloli yaxshi kir moshina berib bersin. Voy, rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Xursand bo'ldingizmi? Bo'ladi, opa. Qaytnaga ba'zi axir boshqacha o'tkazasiz yanada ham. Rahmat, avvalroq. Xo'p. Opam bilan oxirgi ishtirokchimiz yutib oldilar kir moshinani, xudo xolasa xayrlashib. Opa, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p. Ha. O'yinimizni shu bilan yakunlaymiz. Mana opamlar kir moshina yutib oldilar. Nomerlarni yopishtirib qo'yamiz kir moshinalarga. Mana yopishtirdik. Opamlar tanlamasalar ham o'zlariga nasib qildi. O'zlari ham xursand bo'lib ketdilar. Bekorga bejiz emas bu narsalar hammasi. Shu hammalar bilan xayrlashamiz. Mana shunaqa videolarni o'tkazib olmaslik uchun videoga like bosib qo'ying. Keyingisi siz bo'lishingiz mumkin bo'ladi. O'zlari yozib o'tdilar. Hozir Rahmat, kuzatganingizga rahmat. Boringizga shu podpiskani ham bosib qo'ying.